Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Bugun 14-sentyabr. Biz yana o'sha tomga pena qo'yish xizmatidamiz. Hozirgi paytda Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida mana bunday qilib zakasni qilib penalonbos quyib berdik mana. Qo'shni qishloqda qildik bu ishimizni. O'zlaring ko'rib ishimizga baho beraverasizlar. Kimga shunaqa professional ustalar kerak bo'lsa, mana shu ekranda turgan raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana o'zlaring ko'rib ishimizga baho beraverasizlar. Bu yerda kerak bo'lsa, qo'lida 100 kilo yuki bilan odam bemalol yuraveradi. Rangiga ham ahamiyat beramiz. Juda ham zakasni holatda qilib chiqarib berdik. Semenlarini ham dabobga qo'shib yana qaytadan aytamiz, musofir yurtlarda bo'lsangiz ham bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Borib ishingizni ko'rib, obyektlaringizni ko'rib, kamchilik bo'lsa o'zimiz to'g'rilab ishingizni bitkazib beramiz. Qo'ldan kelganicha qilayotgan ishimizni har kunlik syomka qilib tashlab berib turamiz. Xuddi bizni tepamizda turganda ishimizni kuzatib borishingiz mumkin. Nima deymiz? Bitta like esdan chiqmasin, birodarlar. Barchaga rahmat. Yangi kuzatayotganlar bo'lsa, podpiska tashlab qo'yishini so'rab qolamiz.